Başkadan kurash mana. Başkadan kurash. Qaysing yursang 100 ming so'm beraman. Davay Abdullah. Faiz, 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 faiz. Mahkam bu Abdullah. Sen ham mahkam bu. Raqibim ham mahkam bo'lish kerak. Raqibga ham nima qilsin? Kecha o'rgatdim-ku senga Abdullah. Faiz, faiz, faiz. Klinchga kir Abdullah, klinchga. Ichkariga kir. Ichkariga kir. Aha. Böyle. Ha, bol tamam bol men jigit sen. Odartela. Aha. Yana silta. Aha. Bos. Mo'ynin qo'yir. Yaxshi. 100 mingga ega bo'lsam. Jim o'tiraysan. Ko'p gapirasan sen. Ovdar Abdullah, ovdar. Aha. Bos ustidan, bos. Bos ustidan, bos. Mo'ynin qo'yir, bos. Sen ham mo'ynin qo'yirg'in ey bola. Sen ham raqib. Mo'ynin qo'yir deyapman. Nima o'tadi? Qo'yir desam. Qo'yir dele mo'ynin. O'sha turolmaydigan qitaylar, keyin kurashmaydi boshqa bilan. Obbo, voобще. Ha, ulim yaxshimisan? Ustlarim qatil. Ha, kurashilmadingda. Ko'rdingmi, men ulim sal kuchligini yomon ko'rib yotma yana. Ha, bu oynamdan. Tashlanib qoldi. Quyoshda. Esa sen kurashasan, sen chekada turib gapiryapsan. Bu bola molodis bola ekan. Shunchalik qaysin katta? Hamma bir sinfda o'qiydi. Bitta sinfda. Men buni uni katta demadi bu. Shunda ham bu qaytmayibdi. Dangal kurashdi, molodis. Unga 200 ming so'm pul beraman hozir men. Kimga? Uni akangga.